Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alloh taolaning salami, rahmati, barakati bo'lsin. Nihoyat Alloh taolaning nuri, barakati bilan mo'l bo'lgan baroat kechasida yaqinlasha. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam shusha kechani bik niq izgiliklar bilan mo'l qilarga tirishgan. Hatto hadislarning birisida kela G'aysha onamiz tinna uyangan edi. Ham Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam sajdada kelish duoda edi. Biraz vaqt kutib Payg'ambarimizning sajdadan boshi ko'tarilmagach G'aysha onamiz qo'rqib qo'ydi. Payg'ambarimizning isanligi qavshaldimi yoki jonin berdimi deb ol qo'li bilan Payg'ambarimizga tiydirdi. Onun bosh barmog'ina tiyirdi. Ham Payg'ambarimiz ol bosh barmog'i bilan silkitgach, G'aysha onamiz Payg'ambarimiz isen-sog' emin deb angladi. Ham Payg'ambarimizning shusha uzoq vaqt kelish namoz o'quvini ko'rgach, g'ajablanib so'rov berdi: "Ya Rasululloh, nishlab shusha kechani, shusha tunni sen shu xatli ko'p namozlar bilan ayirib turasan?" Ham Payg'ambarimiz ayta: "Shusha kecha bik izgi kecha. Shusha kechada Alloh taolaning rahmati yer yuzina tushir. Ham butun yerda Alloh taolaning nuri balqib turar. Ham shuluk mezgilda Alloh taola bandalarini qorar. Tavba etuvchi, gunohlardan aranirga tilovchi banda bo'lsa, Alloh taola uni shuluk mezgilda g'afu etir, kechirir. Alloh taola uni gunohlarining qorong'iligidan arandırır Allah bilsa." Ham hadisda shulay kela, illada magar ashuni tutgan, ashuli bo'lgan, ham boshqalarga nosharlik tilagan kishidan boshqa. Agarda kishi ko'nglida og'irlikni, boshqalarga qarata o'pkalovni, boshqalarga qarata ranjish hadatlarin, sifatlarin, hislarin ko'ngilda tutsa, ul vaqtda Alloh taola uni shusha barakatga ega bo'ldirmas. Ham boshqa hadisda Payg'ambarimiz ayta: "Kimda kim g'afu eta bilmasa, Alloh taoladan da g'afu etashak ekanligini kutmasin." Mana shunga ko'ra hurmatli jamoat, shusha barakatli kechada, baroat kechasida ko'proq izgilik qilik. Ham tirishik bizni qo'y vaqt balki ranjitgan, og'ir so'z aytgan, balki og'irlik keltirgan kishilarni g'afu etirga. Ularga baxt, sa'odat, shodlik tilarga. Ham Alloh taola tarafidan da ul baxt, sa'odat, shodlik, siyinish nurlari bizga ham bizning turmushlarimizga da qaytasha qolaversa. Shunga ko'ra Alloh taola har birimizga shusha kechani izgiliklar, egiliklar bilan mo'l qilarga nasib aylasin. Shusha kechani ayrim mana shusha namoz o'qig'iz debgina aytilmagan. Payg'ambarimizning sunnati bo'yicha shusha kechani ko'proq izgiliklar, egiliklar, amal ibodatlar bilan ko'nglimizga xush bo'lgan amal ibodatlar bilan mo'l qilarga nasihat etilgan. Qur'on o'qiymiz ekan, Qur'on o'qib, duo qilamiz ekan, duo qilib, zikr aytamiz ekan, zikr qilib, ul kechani mo'l qilik, izgiliklar bilan to'tirik, ham Alloh taolaning rahmatine Alloh bilsa ega bo'lirga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.